bozordagi mana avlikol akalar. Avlikol zo'ra. Ko'ringlarchi, narx-navosini bilib o'tamiz, qani. Hozir bozorga endi keldi. Imkoniyat bo'lsa bilib o'tamiz narx-navolarni ham, lekin bozordagi eng yaxshi buqalardan bittasi mana shu. Sherigi mana, ko'klar mana. Hozirgi mana shu Buxoro avlikolimizni Xudo xolasa mana sherigini ham olib kelish. Narx-navolarni ham sekin birgalikda bilamiz shuni. Lekin bozordagi eng yaxshi buqalar kiribdi hozir. Biroz kechroq kelib qoldi buqalarimiz. Lekin kech olsa ham sifatli buqalar keldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Bugun 2026-yil 26-mart. Andijon Asaka Payshanbal bozoridan semiz buqalar qatoridan video syomkalar boshlaganmiz. Xudo xolasa mana shu buqamizdan boshlaymiz videoni. 29 million so'm bozor pul beryapti ekan. 29 million so'm bozor pul beryapti mana shu holatda buqani. Bo'ylari 1.35 keladi. Mana orqadan ko'rsatib qo'ysam. Bo'ylari 1.35 kilo. Aka taroziga nima deyapti? Taroziga 60 ming so'rayapti. 60 mingdan? Taroziga so'rayapti. Lekin 29 million berishdi. Tabii 29 million so'm pul berishdi mana. Mana sariqlar kimdan? Bular kimdan aka? Lekin chiroyli buqalar ekan, mana shu buqalar mana ko'ringlar-da. Bozor narxlari bilan sekin-asta tanishtirib boramiz. Semiz buqalar nima bo'lyapti degan akalarimizga videolar sekin-sekin qo'yib boraveramiz. Narx-navolar bilan tanishtirib, obuna bo'lib, videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa bir donadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa hammasini ko'rsatib boramiz. Xo'p, sotilgan variantidan mana 47 million so'mga sotilibdi mana. Nihoyatda katta. Tarozini bilmadingizmi necha kilo kelgan? Ha? 750 kilo? 750 kilo deyishyapti endi. Allohdan bu yerdan biroz ko'rsatib qo'yar ekan mana. 7 million so'mga sotilgan. Bu tomondan biroz teskari bo'lib qoladi. Imkon qadar shu yoqdan ko'rsataveramiz. Mana. 47 millionlik buqamiz. Bozorlar arzonmi, qimmatmi? Sekin fikr bildirib ketaverasizlar. Mana bu yerda nima bo'lyapti mana bu yerda? Nihoyatda qattiq savdo bo'lyapti hozir. Qaysi buqa savdo bo'lyapti o'zi? Hozir 47 million so'mga buqamiz mana shu. Xo'p, akalar 90 million so'm to'rtta molimiz savdo bo'lyapti ekan. 90 million so'm. Mana shundan boshlanar ekan. Ko'ringlar, hozirki odam ko'p ekan, men sal orqaroqdan olib beraman. Mana 90 million so'm savdo bo'layotgan joyi. Mana shu ikkitasi. Lekin bu qo'la ixcham yaxshi mollar ekan. Buni starsemizroq ekan. Mana yerda yana bittasi bor. Bu 90 million so'm pul eng kichkinasi mana shu ekan. Bozorda imkon qadar savdo bo'layotgan joyni olib berishga harakat qilaman. Xo'p, akalar buqani yaxshi semirgandan ko'rsatyapman mana. Ko'ringlar, tikati yo'q. Unchalik vaqtdan kelamiz, o'ziga rahmat. Aka nech pul oldi savdosi? 66 mingdan taroziga 66 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti ekan mana. Kurishiga nech pullar aytyapti? 45 million. Nech puldan bo'lsa qo'yamiz tarozi. Aytilishda misol aytilishda 70 ming deyapman. 70 ming so'm kami bor aytilyapti ekan. Bozorlarimiz sal-pal sinjib qoldi aka-ukalar oldiga. Mana 70 ming so'mdan narx aytilyapti ekan. Ko'ringlar mol holatni, lekin zo'r semirgan. 20 kilo keldi. Aka-ukalar mana sotilgan realniy joydan 33 million so'm pul olibdi, 520 kilo ketmadi. O'rtada turgan qora buqamiz. 33 million pul olibdi mana. Hozir biroz to'sib qolyapti mollar, lekin o'zimiz Messi paroda buqacha, orqalari ham keng, ter go'sht mol ekan.
Navbatdagi sotilgan variantidan ko'klar. 38 million 200 ming kam aka. 38 million so'mga 200 ming so'm kam ekan mana. 38 million 200 ming kam bo'lib turib, qana orqasi bilan yaxshilab ko'rsatib beraman. Mana. O'zimizni mahalliy shvedlardan bo'lsa kerak. Qirg'iziston bitkasi ham bor ekan lekin. Qirg'iz bo'lib qo'ygan demak. Ko'ringlar bu qon holatini. Xo'p, aka-ukalar yana sotilgan variantidan. Rossiyskiy parodami endi bu aka? Yo'q, originali. Originalimi bu? Original semental ekan bu. Original semental. Nech pul oldi? Nech pul oldi? 36 million bo'lsa, yana sotib yuboramiz a? Hayır. Nomerlarni qo'yib beraman akalar mana. Yana sotib yuboradigan joydan faqat. Yangi arg'amchi almashtirilayotgan joydan ekan mana. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni olib beraman. Yana ham sotib yuboradi ekan. Go'da hali go'da. Hali go'da. Bo'ylar 1.30 dan baland ekan-a? Mana. 1.30. Sementalda yaxshisidan baqaman degan akalarimiz uchun 1 yashardan endi o'tibdi deyapti mana. Ya tozasini baqaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 36 million so'mga olinibdi. Endi ozmas foyda bersanglar beradi akalarimiz ham. Aka nomerni ayting. 88lik. Hop. 711 Aha. 95 91. 95-91 raqamga aloqa chiqasizlar. Akamiz kunlardan bu bozorda sotilmay qolsa mabodo. Telefonga chiqsa bo'ladi. Xudo xolasa telefon raqamiga aloqa chiqaversa sotilaveradi mana. Sementalda yaxshisi. Mana ketdi mana. Aka-ukalar, buqalarda liderlar, buqalarda chempionlar chiqdi bozorga. Kech qolishdi, lekin nihoyat darajada go'zallari keldi. Kech bo'lsa ham bozorda fayziga fayz qo'shib turadigan nihoyatda katta buqalar keldi. Ko'raylikchi ma'lumotlarni olamiz sekin asta. Taxminiy veslari 700 kilo atrofida buqalar. 650 kilo, 700 kilo atrofida bo'lgan buqalar. Lekin buqalarning holati nihoyatda zo'r. Go'shtdorligi gap bo'lishi mumkin emas mana. Qani tushunadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, o'zingizlar fikringlarni kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Tezlatib yuborgan. Mana holati. Yonboshdan ham olib beraman. Mana bu qoladi holati. Haqiqatda maqtaydigan buqalar ekan lekin. O'sha savdo ham boshlanib ketdi bu yerda. Mana bu qoladi. Buqalarimizga juda ko'pchilik qiziqib turibdi mana savdosiga. Ma'lumotlarni sekin asta beramiz. Sal savdosi bo'lib, narxlar ochilib, necha pul bo'layotganini sal ma'lumot olaylik, bilib hammasini berib boramiz. 135 million. Xo'p, buqalarimiz aka-ukalar 135 million so'm turishiga savdo bo'libdi mana. O'sha bozorda eng qizg'in savdosi, qizg'in bo'layotgan buqalarimiz mana. Bozorda eng yaxshi sifatli, hamma e'tiborini tortayotgan bozorni sanoqli buqalar deymiz. Shunaqa buqalarimiz 3 tasi bitta odam olib kirgan. Shu buqalarimiz 135 million so'm turishiga savdo bo'libdi mana. 135 million so'm turishiga 65 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti mana. 65 ming so'mdan. Taroziga 65 ming so'mdan savdo bo'libdi. Lekin mana shunaqa qilib boqayotganini o'ziga boqib shunaqa qilib yetishtirib olgan akalarimizga gap bo'lishi mumkin emas degan rahmat. Qaranglar, bu qora lekin nihoyat darajada yaxshi semirtirishgan. Qamiz uzunligiga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Mana shu qamiz uzunligiga bitta baho berasizlar. Nihoyat darajada uzun ekan. Kim boqqan buni? Buyoqqa kirib ketdi buni egalari. Egalari kirib ketib qoldi, boqqanmi? O'ni akamiz emas. Mana akamiz boqqan akamiz. Lekin nihoyatda go'zal mol olgan ekan. Xudoyim barakasini beribdi. Lekin nihoyatda sho'x ekan, qarang, mana shu buqamiz suzar ekan ham, tepar ekan ham. Endi molni buqani eplagan odam boqadi deydi-yu.
suzadigan, tepadigan buqani ham akalarimiz eplab shunaqa qilib yaxshi qilib semirtirib qo'yishibdi. Lekin gap yo'q, lekin shunaqa zo'r qilib semirtirib qo'yibdi. Mana. Sizga qancha baxtingiz buni? 17 oy. 17 oy vaqt akamiz. 17 oy vaqtim deyapti. 17 oy deyim holat ekan. Qayta osa arziydigan mollar ekan bular. Men havas qildim. Havas qilgan bo'lsangiz kommentariyaga havas qildim deb yozib qo'yaverasiz. Mana holat.